Azizlarim, juda ham xafa bo'lib o'tiribman. Nimaga xafa bo'lganini hozir sizga aytaman. Bitta patsientga keldi. Ijtimoiy tarmoqlardan o'zboshimchalik bilan lecheniya olgan, ChatGPTga yozgan, Instagramda ko'rgan, YouTube'larda ko'rgan, tampon qo'ygan qinga, vanochkalar qingan suyuq выделение kelgan, hidli. Kelavergan, yana qo'yavergan, xullas bir necha oy shunday o'zini o'zi davolab yurgan. Keyin oxiri menga murojaat qildi, yaxshi bo'lmayapti. Keyin murojaat qildi. Kresloga chiqarib ko'rdim. Hali ham chiqmoqchi emas, shunday yozib bering lecheniya deyapti-da. Yo'q, chiqarib ko'rdim. Chiqarib ko'rganimda qarasam, o'rtoqlar, bachadon bo'yni saratoni oxirgi bosqichiga o'xshaydi. Onkologlarga jo'natdim, ammo juda ham kech. O'z vaqtida albatta ginekologga uchrashib tekshiruvdan o'tish kerak edi. Azizlarim, o'zingiz sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda. Oliy toifali akusher-ginekolog, reproduktolog, xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna, sog' bo'lingizlar azizlarim.